dars. Bunday baxtga erishmoqlik Alloh taologa borligiga va birligiga iymon keltirishdan boshlanadi. Iymon tilda aytishlikni o'zi bilan komil bo'lib qolmaydi. Buning uchun tilda aytilgan narsa amalda tasdiqlanmog'i shart. Bu esa oson ish emas. Shuning uchun ham aytish oson, qilish qiyin degan hikmatli so'z o'tmishdan bizgacha saqlanib kelgan. Iymon islomning asosi bo'lib, insonni Alloh taoloni buyruq va taqiqlariga qay darajada amal qilishi uni iymoniga bog'liq bo'ladi. Alloh taoloning buyruq va taqiqlariga to'liq amal qilishlik uchun inson komil iymon egasi bo'lishi kerak. Mehribon va rahimli Alloh bizga qanday kelib komil iymon egasi bo'lishlik yo'lini ko'rsatib berdi. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingizga nozil bo'ladigan Qur'onni barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni laxtakondan yaratgan zotdir. O'qing. Sizning Parvardigoringiz insoniyatga kalamni, ya'ni yozishni, xatni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarini o'rgatdi." Alaq 7. Bu hayot dunyo faqat bir nafaslik, o'yin kulgidir xolos. Albatta, Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshirokdir. Axir, aql yurgazmaysizlarmi? Anom 32 oyat. Albatta, osmonlar va yerning yaralishida hamda kecha va kunduzning almashinib turishida aql egalari uchun bir yaratguvchi va boshqarib turguvchi zot mavjud ekanligiga oyat alomatlar bordir. Oli Imron 190-oyat. Insonni iymon e'tiqodga chaqiruvchi bu kabi oyatlardan ma'lum bo'ladiki, iymon komil bo'lishligi uchun inson avvalo o'qishligi, fikr yuritishligi va aql egasi bo'lishi kerak. Lekin har qanday narsani o'rganishlik ham insonni komil iymon egasi bo'lishiga olib bormaydi. Hatto inson tuguru narsani o'rgansa-yu, o'z o'rniga xos tuguru tartibda o'rganmasa ekan, uni amali emas, faqat tili mukammal bo'lib boraveradi. Natijada bunday inson o'zining moddiy va ma'naviy xohishlarini qurboniga aylanadi. Hadisi quddusida aytiladiki: "Ey odam farzandi, doim umringni hayoti dunyo uchun sarf qilaversang, qachon bunday cheksiz umidlar bilan tavba izlaysan? Ozgina amaling bilan oxiratni umid qilasan. Ibodatli zohidlarni suzini suzlaysan-u, o'zing munofiqlarni ishini qilasan." Shuning uchun ham ayni bugun zarur bo'lib turgan narsani o'rganishlik dinning asosi hisoblanadi. Hadisi qudusida aytiladiki: "Ey odam farzandi, men sedondan artangi ibodatingni so'ramayman. 66 bas sen ham mendan artagalik rizqingni so'rama." Shuning uchun ham kim dinni tilda emas, dilda ustuvor qilishlikni istasa, din ma'lumotlarini tugri va tartibli o'rgansinligi zarurdir. Toki bu muammolar to'liq hal bo'lmaguncha. Qur'oni Karimda aytiladiki: "Kofir bo'lgan kimsalar, nega bu Qur'on unga, payg'ambar alayhissalomga bitta tuplam bo'lgan holida nozil qilinmadi?" dedilar. Ey Muhammad alayhissalom, biz Qur'on bilan sizning dilingizni ustuvor qilish uchun mana shunday parcha-parcha holda nozil qildik va uni dona-dona qilib bayon etdik. Furqon 32 oyat. Yuqoridagi aytilganlardan ko'rinib turibdiki, iymon haqida gap borar ekan. Uni mukammal bo'lishi uchun nimani o'rganish kerakligini bilish muhimdir. Alloh taolo rahmat qilib yuborgan eng tugri va mukammal din bo'lmish islom dini haqidagi ilk xabar ushbu oyatlar bilan boshlanadi. Ey ammi alayhissalom, siz o'zingizga nozil bo'ladigan Qur'onni barcha mavjudotni yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan boshlab o'qing. U insonni laxtakondan yaratgan. Alaq 1-2 oyatlar. Bu oyatlar insonni barcha narsalarni yaratuvchi tomonidan yaratilgan maxluq sifatida o'rganishlikka buyuradi. Barcha yaratilgan maxluqlar ichida
insonni o'rganishlik alohida ta'kidlanadi. Darhaqiqat, kimki insoni hayotdagi o'rnini va mavjudlik ma'nosini tushunsa, u albatta Robbisini tanidi. Oysha roziyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Oysha roziyallohu anha onamiz Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan so'radilar. Yo Rasululloh, inson qachon Robbisini taniydi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam javob berdilar. Qachon o'zini tanisa? Adabu dunyo va din 231 bad. Shuning uchun kimki bugun o'z iymonini zaif deb bilsa va uni mehribon va rahimlik Alloh ko'rsatgan yo'l bilan kuchaytirishni istasa, u avvalo o'zini, hayotdagi o'rnini va mavjudlik ma'nosini o'rgansin.